Sog'lar hozir 5-6 yilda ham uni himoya qila olmayapti. Sen qanday himoya qilasan? Sen qiynalasan. Senga doktoranturani tavsiya qilmaymiz dedi. O'z oldimdan qo'ygan maqsadimdan voz kechaman, chekinaman degani emas bu dedim. Yana meni xursand qilgan narsa nima bo'lgan aytaymi? Bitta qizim, bitta o'g'il bor dedim-ku. Mhm. Shular tug'ilgan paytda doktordan so'ragan narsam ko'zi qanday, ko'zi ko'ryaptimi so'raganman. O'shanda Xudoga shukr ikkalasining ham ko'zi sog'lom degandida. O'shanda juda xursand bo'lganman. Va keyin to'yim bo'lgan kuni to'g'risini aytsam o'sha payt xursand bo'ldim. Hamma ham yigitlar ham shunday. To'y bo'lgan payt xursand bo'ladi. Keyin farzandli bo'lgan payt xursand bo'laman. Xursandchilik kunlarim shaxsiy hayotimda ham ko'p bo'lgan. Ota-onamni hajga olib borib kelishni orzu qilganman. Juda ko'p chiqishlarimda aytaman buni, intervyularimda aytaman buni. Ota-onamni hajlarga, umralarga qayta-qayta olib borib kelishni maqsad qilganman. O'shanda men o'zimni oldimga qo'ygan orzularimga erishaman. Hey everyone, this is IELTS School here, and today we have another episode of IELTS School podcast. But today, unfortunately, maybe fortunately for most of you, we are going to speak Uzbek. Bugun bizni studiyada eskidan tanish bo'lgan o'quvchilarimizdan biri va hozirda hayotda juda katta yutuqlarga erishgan bir mehmon bor. Bu mehmonimiz hozirgi yoshlarda, masalan, hozirgi zamon yoshlarida o'qishga mingta sabab bo'lsa ham ichidagi shu bitta o'qimayman degan tushunchasi bilan yashaydiganlarning orasidan ajralib chiqib, o'qishga bo'lgan ishtiyoqiga, ilm olishiga bo'lgan ishtiyoqiga mingta to'siq bo'lishiga qaramasdan shu bitta ilm olaman degan orzusini izidan borib, hozirgi paytda kerak bo'lsa doktorantura darajasida o'qishlarini davom ettirayotgan Muhammad. O'zimni tanishtirib o'tadigan bo'lsam, Asadov Muhammad O'tkir o'g'liman. Navoiy viloyati Xatirchi tumanida 1996-yil 13-dekabr sanasida ziyoli oilada tug'ilganman. Xo'p, dadam Farmonov O'tkir Asadovich 1972-yilda tavallud topgan. Hozirda esa Navoiy shahar obodonlashtirishda ishlaydi. Onam esa Sultonova Gulbahor Teshayevna 1976-yil 7-oktyabr sanasida tug'ilgan. Onam hozirgi vaqtda endi nogironlik belgilangan gruppada oldin obodonlashtirishda ishlagan onam ham. Xo'p, yana 2 nafar farzandim bor, oilaliman. Kattasi qiz, qizimning ismi Shabnam, hozirgi vaqtda bog'chaga boradi. Kichkinam esa Mustafo, o'g'limning ismi o'zimning ismimga yaqinroq bo'lsin, Muhammad Mustafo bo'lsin deb ismini Mustafo qo'yganman. 2023-yil 27-dekabrda tug'ilgan Navoiy shahrida. Xo'p, 2003-2014-yillarda men Navoiy shahridagi ko'rish imkoniyati cheklangan bolalarni o'qitishga ixtisoslashtirilgan davlat ta'lim muassasasida, hozirda esa Nurli maskan deyiladi, shu maktabda tahsil olib, 2014-yilda ushbu maktabni muvaffaqiyatli a'lo baholar bilan tugatib, 2014-yilda Navoiy davlat konchilik instituti huzuridagi 2-sonli akademik litseyning ijtimoiy-gumanitar fanlar yo'nalishiga o'qishga qabul qilindim va 3 yil davomida litseyda turli tanlovlarda qatnashib, turli tadbirlarda faol ishtirok etib, litsey jamoasini, o'qituvchilarni qalbidan joy olishga harakat qilganman va 2017-yilda ushbu akademik litseyni imtiyozli diplom bilan tugatganman. Va o'qishga qiziqishim, ta'limga qiziqishim meni Navoiy davlat pedagogika instituti, hozirda esa Navoiy davlat universiteti deyiladi, tarix o'qitish metodikasi yo'nalishiga yetakladi va 2017-yilda ushbu institutning tarix fakulteti tarix o'qitish metodikasiga davlat granti asosida o'qishga qabul qilinganman. Va 2017-2021-yilda ushbu ta'lim muassasasini tugatganimdan so'ng 2021-yilda yana o'qishga bo'lgan qiziqish, o'qishga bo'lgan ishtiyoq meni Navoiy davlat pedagogika instituti ijtimoiy-gumanitar fanlar o'qitish metodikasi tarix mutaxassisligi bo'yicha magistratura bosqichiga undadi va o'sha magistratura bosqichiga davlat granti asosida qabul qilindim. Magistraturani tugatganimdan keyin to'g'risini aytsam, magistraturani tugatdim-ku, endi ishga kirishim kerak bo'ldi deb doktoranturada o'qish orzusi deyarli yo'q edi. Ilmiy ish qilaman deb o'ylamagandim. Agar ish topolmasam keyin harakat qilaman degandim. Chunki ko'p maktablarni bordim, ish izlab bordim.
juda ko'p maktablar ko'z ojizligim sababli qabul qilmadi to'g'risini aytsam. Shunaqa nimalar ham bo'ldi. Uni siz qayerdan bildingiz aynan shu holat bo'layotganini? Mana masalan uyimizda yaqinga o'zim tahsil olgan ko'z ojizlar maktabiga bordim dastlab Mhm. ish so'rab. Shu maktab direktori Nurulayev Qobil ustoz ish yo'q dedi, ishga qabul qilolmayman, shuncha tarix fan o'qituvchilari bor dedi, soati ko'p ularni dedi, qabul qilolmayman dedi. Endi o'zimizni ko'z ojizlar maktabi qabul qilmagandan keyin boshqa maktablarni aytmasam ham bo'ladi sog'lom maktabini. Baribir hozir sog'lom maktabiga borib ish so'rab borganimda, ko'z ojizlar maktabiga bormadingizmi ustoz ish so'rab deb aytardi baribir. Shuning uchun birinchi ko'z ojizlar maktabiga bordim. Keyin sog'lom maktabini ko'rdim. Baribir ko'z ko'rmagan bilan miyada xotira bo'lsa, bilim bo'lsa, mustahkam ishonch bo'lsa, baribir nima ahamiyati bor deymanda, sog'larga dars bersa bo'ladi, kotib biriktiriladi-ku yoki kotiba biriktiriladi. Shu narsalarni aytib ish so'rab bordim sog'lom maktabiga. Lekin ular ham ish yo'qligini, vakansiya yo'qligini vaj qilib meni ishga olishmadi. Keyin ana endi doktoranturaga o'qimasam bo'lmas ekan degan fikr keldi men miyamda. Bo'lmasa men aniq ishga kira olmayman dedim. Shuncha magistraturani tugatganimdan keyin ishga olmayaptimi, demak doktoranturada o'qishim kerak ekan degan fikr bo'ldi. Keyin qarayapman, bir ikkita do'stlarim doktoranturaga kiryapti, ko'zi ojiz jo'ralarim men bilan tengma-teng ravishda o'qiganlar doktoranturaga kirib o'qish davom ettiryapti. Shulardan meni qayerim kam dedim. Kam joyim bo'lmasa dedim. Shuning uchun men doktoranturada aniq o'qishim kerak ekan deb o'zimga maqsad qo'yib topshirdim doktoranturaga. To'g'risi doktoranturaga imtihon o'tgandan keyin ham kirganimga ishonmadim. Savollarga javob berdim imkon qadar. Menimcha kira olmadimmi deb yuruvdim. Bir jo'ram telefon qilib qoldi keyingi kuni. Jalilov Mirsaid aka hozir ham tahsil olyapti. Xo'p, Muhammad tabriklayman dedi. Nima bilan dedim. O'qishga kira olmaganim bilan tabriklayapsizmi dedim. Yo'q dedi, o'qishga kirganing bilan kiribsan 4-o'rinda kvotada dedi. Hazillashmang aka dedim. Qani kiraman dedim. Rostdan kirgansan o'qishga, tabriklayman, omadingni bersin, endi davom ettir nasib bo'lsa dedi. Buni eshitib avval men xursand bo'ldim, o'zimga ishonmadim. Keyin ilmiy bo'lim boshlig'i bo'ladi-yu universitetda. Ana shu domladan keyin so'radim aniqini. Domla, meni o'qishga kirganmanmi? Bir ko'rib bering dedim, ism familiyamni aytdim. Ha, kiribsiz dedi, 4-o'rinda. Keyin oxiri uydagilarga, qarindoshlarga xushxabarni aytdim. Ular ham xursand bo'lishdi. O'qishga kirganimni eshitib, ota-onam xursand bo'ldi. Turmush o'rtog'im xursand bo'ldi, xullas. Hammasi xursand bo'lib, kelgusi o'qishimga omad tiladi va o'qishni nasib bo'lsa davom ettiryapman. 2-kurs mana kafedra muhokamalaridan o'tib, ilmiy seminarga ham tavsiya qilindim. Endi bu yog'i himoya qilish arafasidaman. Dissertatsiyalarni nasib bo'lsa yozib tugatib bo'ldik. Xo'p, endi bolaligingiz haqida bevosita gapiring degan savol bo'ldi. U gapiradigan bo'lsam, bolaligimda dastlab maktabga birinchi borgan paytimda to'g'risi meni qayerga tashlab ketyapsizlar deb yig'lagan ekanman-da, uydagilarga. Baribir birinchi ko'nikish qiyin bo'ladi-yu maktabga. Ko'zim ko'rmagandan keyin boshqa bolalar bilan tashlab ketyapti. To'g'risi bolalar uyiga tashlab ketyapti deb o'ylaganman meni. Maktabda o'ylamaganman-da. U yerda xuddi noto'g'ri tasavvur bo'lganda menda u yoqqa o'qishga kirsam, maktabga borsam, go'yoki o'quvchilar meni uradi. Shu yerda bitta savol bersam maylimi? Mayli. Bunaqa tasavvur sizda qayerdan paydo bo'lgan? Nima uchun maktabga borsam o'quvchilar uradi deb o'ylagansiz? Boshqa o'quvchilar menga shu fikrda aytganda, bu yoqda uradi, seni qiynaydi ustozlar. Bu yoqdan ketganing ma'qul degandek fikrlar bo'lgan. Shu narsa miyamga o'ralashib qolgan. Keyin oxiri nima deganman ota-onamga. O'sha paytda ham fikrlashim bo'lganda, o'sha payt har bir yosh bola qanday aytadi u gapni? Men aytganman lekin. Qarang nima deganman. Siz bizani tashlab ketyapsiz degan ekanman. Meni tashlab ketyapsiz. Mendan voz kechdingiz degan ekanman xullas. Shunaqa noto'g'ri fikrda bo'lganman. Keyin qarayapmanki, men o'ylaganchalik emas ekan. O'qishda o'rganayotgan paytimda mosh bilan guruchni qo'l sezgisini rivojlantirish uchun ajratardik. Ba'zi bizani yozuvimiz brail yozuvida o'qishimiz brailcha-ku. O'shani o'rganish uchun, qo'l sezgisini rivojlantirish uchun mosh bilan guruchni ajrattirgan ekan bizga. Keyin asta-asta sezgilarim rivojlanib, brailchani yaxshi o'qishni o'rganib, dastlab harflab o'qidim, keyin bo'g'inlab,
Keyin so'zlarni bir-biriga qo'shib oxiri yaxshi mukammal darajada o'qishni o'rgandim. Keyin maktabda ham turli, yutuqlarga erisha boshladim. O'zi yoshlikdagi shiorim o'qimayman va yozmayman bo'lgan ekan. Birinchi borgan paytim. Nimaga? Chunki hozirgichalik qiziqishim bo'lmaganda, Ha. matematikadan savol berdi, noto'g'ri javob bergandim. O'qituvchim to'g'risi chertdi-da boshimdan. O'sha payt birdan o'qimayman, yozmayman tamom deb yuborgan ekanman-da. Keyin hozir esa ko'ryapman, maktabdagi mendan yoshi katta akalarim tanlovlarda g'olib bo'lib institutlarga kiryapti, o'qishlarga kirdi, shuni eshitdim. Keyin menda ham qiziqish paydo bo'ldi-da. Mana akamlar shuncha o'qidi, harakat qildi, intildi, maqsad qo'ydi, shu maqsadi sari intilib o'qishlarga kirib ketdi. Meni nima kam joyim bor ulardan. Men ham hozir shu harakat qilsam, o'z oldimga maqsad qilib qo'ysam, men ham shu maqsadimga erishaman-ku degan fikr bo'ldida, men ham harakat qila boshladim 5-sinfdan. To'g'risi 5-sinfgacha yaxshi o'qimaganman. Mhm. 5-sinfda Boshlang'ich sinfda demak sizda qiyinchiliklar bo'lgan qiyinchilik, o'zlashtirish to'siqlar bo'yicha. bo'lgan, ha. Ana shu to'siqlar haqida ozroq ayta olasizmi? Nimalar sizni o'sha ilm olishda, boshlang'ich sinflarda nima sizga ilm olishda xalaqit qilgan? Yozishga qiynalganman birinchi o'rinda. To'g'risi o'qishni bilardim, lekin yozishga qiynalardim. Nuqtacha bunaqa, bizada grifil degan narsa bor, keyin pribor degan narsa bor. O'sha priborga varaqni qo'yib, yozish jarayonida baribir ortiqcha nuqta urilib ketadi. Mhm. Har bitta xatoyim uchun gap eshitardim ustozdan. "Mana nima uchun xato qilasan? To'g'ri yozsang bo'ladi-ku" deb aytardi. Men ustozni to'g'ri o'rgatayotganini faqat urisharkan deb men noto'g'ri tushunardim. Nima uchun faqat men gap eshitaverishim kerak dedim. O'qimayman dedim oxiri. Keyin qo'limdan ushlatib yozishni o'rgatdi dastlab 6 nuqtani. Keyin 6 nuqtadan harflar tuzishni, harflardan so'zlar tuzishni, yozishni o'rgatdi. Shuni asta-asta o'rgandim. Keyin aytganimdek 5-sinfga o'tganimdan keyin asta xatolarim kamayib, diktantlardan yaxshi natijalar ko'rsatib, oxiri faqat 5 oladigan bo'ldim-da. Bitta, ikkita 4 bo'lmasa ham 5 oladigan bo'ldim. O'sha narsa menga kuch-quvvat bag'ishladi. Hozir minnatdorman ustozlarimni mana shu urishgani uchun, qattiq gapirgan. Agar qattiq gapirmagandan men hozirgi Muhammad darajasiga erishmagan bo'lardim va o'ta dangasa bo'lib qolay edimmi deb o'ylayman. Men o'ylayman hammamizda ham shunaqa bo'ladi. Yoshlikda nafaqat ustozlarni, balkim qarindosh, ota-onamizni ham yomon ko'raveramiz. Urishaverasiz, gapiraverasiz deb. Lekin o'ylayman keyinchalik hayotda tushunib yetamiz, aslida ular bizani to'g'ri ish qilishimizni xohlaganlar. To'g'ri yo'ldan borishimizni xohlab, o'zlarining tajribalaridan kelib chiqib urishganlar degan narsani keyin tushunib yetamiz baribir. Endi shunga o'qituvchi sifatida o'zingiz qanday qaraysiz? Hozir o'quvchilarga qanaqa jazolar qo'llaysiz? Nimalar bilan aytaylik o'qituvchilarni to'g'ri yo'lga o'quvchilarni kechirasiz, o'quvchilarni to'g'ri yo'lga solishga harakat qilasiz? Savolingiz uchun rahmat. Hozir men dars berayotgan 3-maktabda Mhm. o'quvchilar agar darsga quloq solmasa, shovqin qiladigan bo'lsa, o'sha payti bitta gapni aytaman. O'quvchilar to'g'ri tushunishga harakat qiladi. Sizlarni-ku imkoniyatlaring bor deyman o'qishga deyman. Shuncha imkoniyat, sharoit yaratib berilyapti deyman. O'qishlaring kerak. Men dedim imkoniyatim chegaralanganligiga qaramasdan dedim. Shuncha natijalarga erishib kelyapman. Sizlarning ko'zlaring ko'rib turib, agar meni darsimga quloq solmasanglar, shuncha imkoniyatlardan foydalanmasanglar, unda sizlarni bilmam dedim. Mm. Qaranglar dedim, men o'zimni hayotimni aytib beraman ularga ko'proq. Shu yutuqlarga erishganman. Ko'zim ko'rmasa ham shuncha natijalarga erishganman. Sizlarga nima qilgan deyman-da. 4 muchlaring sog' bo'lsa deyman, ko'zlaring ko'rib tursa deyman. Agar meni ko'zim ko'rganda sizlarda deyman, hozir bundan ham kattaroq yutuqlarga men erishishim mumkin edi-ku deyman. Shubhasiz. Shubhasiz. Endi siz bilan biz mani esimda shu 2014-yil litseyga o'qishga qabul qilindingiz adashmasam. Ha. O'sha 2014-yilda man tanishgan bo'lsam bir muddat u payt endi ingliz tilini o'qitish metodikasi ham, o'qitish materiallari ham umuman boshqacha edi hozir bilan taqqoslaganda. Chunki unda o'quvchilardan asosan shu grammatikani o'qigin degan narsa talab qilinardi. Mani esimda biza siz bilan tayyorlanganda siz asosan grammatika qoidalarini yodlash,
qisqa mavzular haqida gapirib berib bilishga tayyorlanardiz. Imtihonim shunaqa formatda bo'larkan deb. Ha. Endi shu yerda ta'kidlab o'tishim kerak, mani esimda ishlagan paytlarimizda man o'zimni o'sha o'quvchilarni orasiga sizda qo'yardim. Ular eshitib, yozib hammasi, ko'rib biladigan o'quvchilar edi, lekin siz o'sha Braille alfavitda, yozib o'rganardingiz. Ha. O'shanda ham ishtiyoqingiz juda baland edi. Man bemalol aytaman, guruhda 20 ta o'quvchi bo'lsa, eng yaxshi o'zlashtiradigan 5 tani orasida doim bo'lgansiz. Endi buni u paytlar man qanchalik aytib, masalan, qanchalik e'tirof qilganman bilmadim, lekin o'qituvchi sifatida bu narsani kuzatardim-da. Hmm. Man hozir endi litseygacha bo'lgansizda ta'lim dagi o'sha nima deydi inglizchada journey deydi-ku. Ya'ni ta'limdagi sizni bosib o'tgan yo'lingiz haqida ham, maktabdagi tajribangiz haqida ham eshitdik. Endi bitta shu qo'shimcha so'ramoqchi bo'lganim, litsey davridami yoki maktab davridami shu qanaqadir narsa bo'lganmiki, siz chindan ham umuman o'qimayman, bo'ldi, menga bu kerak emas deb tashlab qo'yadigan hammasini va nimadir bo'lganmi sizni qaytargan ishtiyoqingizni. Yo'q, to'xta Muhammad, man ilm olishim kerak. Mayli nimadan xafa bo'lsam bo'lay, lekin ilm menga qarshi hech narsa qilgani yo'q. Men u ilmni izidan boraverishim kerak degan bir turtki bo'lganmi? Endi hammani ham hayotida bo'ladi bunday to'siqlar. Masalan, maktabda bo'lgan, yuqorida aytib o'tganimdek, o'qituvchilardan ha deb gap eshitaversam, masalan, keyin ha deb uraverishsa, keyin yurishni o'rganayotgan jarayonlarimda ham masalan qiynalardimda yurishga, to'siqlar duch kelib zinalarga. O'sha paytlari ham men gap eshitardimda, tezroq yurmasdim, sekin yurardim. O'sha payti ham gap eshitavergandan keyin o'qishga ishtiyoqim qolmasdi-da. Mana bu to'siq hayotimdagi asosiy to'siqlardan biri. Keyin kiyinish jarayonida ham qiynalardim. Baribir o'zim mustaqil kiyinishimga o'rgatardi-da o'qituvchilar. Urishib, urib. O'shanda ham noto'g'ri tushunib, bo'ldi, o'qimayman, qiziqmayman deb qo'yardim. Keyin asta-asta ular menga yordam berib, kiyinishni o'rganmasang, yurishni o'rganmasang, o'qishni o'rganmasang yoki yozishni o'rganmasang, qanday qilib sen o'zingning maqsadlaringga erisha olasan, Muhammad deyardi-da. Qanday qilib erta katta hayot, mustaqil hayotga qadam qo'yganingdan qanday oilani tebratasan, qanday ro'zg'or tebratasan, keyin qaram bo'lib qolasan kelib turishda deyardi-da. O'sha narsaga menga turtki bo'lganmi, motivatsiya bo'lganmi? Yo'q dedim. Muhammad, sen bu ustozlardan ha deb xafa bo'lishni, ha deb noto'g'ri tushunishni bas qil dedim-da o'zimga o'zim. Balki ular ham to'g'ri aytayotgandir deb qani bir harakat qilib ko'raychi deb asta-asta birinchi o'qish yozishga yaxshi o'rgana boshladim yuqorida aytganimdek. Mustaqil yurishga harakat qildim. Hozir tez yursam endi naborat gapiraman. Uncha tez yurasan deb. Shu tez yursa ham bo'lmaydi, juda sekin yursa ham bo'lmaydi. Ha, tez yursam ham hozir jo'ralarim va o'qituvchilar ham gapiradi. Shuncha tez yurayotgan bo'lib ketdingmi deydi. Oldin qo'rqiding-ku deydi. Sizlarni menga bergan motivatsiyalaringizni mevasida bu deyman. Endi chidaysizlar deymanda ustozlarga. Endi chidaysizlar deyman. Bitta narsa aniqlik kiritish uchun, siz qatnagan maktab bu asosan shu ko'rishi cheklangan o'quvchilarga moslashgan bo'lgan, to'g'rimi? Ha, ko'zi ojiz hamda zaif ko'ruvchilar uchun ixtisoslashgan maktab. Hozir u maktablarda ko'zi ojizlar sog'lom maktabiga o'tib boryapti-yu. Prezidentimizning xabaringiz bo'lsa, shu inklyuziv ta'limni rivojlantirish bo'yicha qaror chiqqandan keyin o'sha sog'lom maktabiga barcha nogironlik o'quvchilar teng ravishda o'qiydigan bo'lyapti-ku. Asta-asta meni fikrimcha ko'zi ojizlar o'quvchilar soni endi sog'lom maktabiga o'tgan sari maktab ham asta-asta qisqarib boraveradi undan keyin. Bu yaxshi o'zgarish deb hisoblaysizmi yoki bunaqa o'zgarishga tarafdor bo'lmasdingizmi? Endi yaxshi o'zgarish bo'lgani sog'lar bilan baribir teng ravishda o'qiydi-da. Bu yerda yakkalanib, yolg'izlanib qolmaydi. Bu birinchidan yaxshi tarafi shu. Xo'p, yomon tarafi bo'ladigan bo'lsa, baribir birinchi sinfdan endi maxsus pedagoglar o'sha ko'zi ojizlarni o'qita oladigan, ularga yozishni o'rgata oladigan maxsus pedagoglar kelib, ularga
grifel priborda yozishni o'rgatib, qo'l sezgilarini rivojlantirish degan narsalar kamayib ketmasa edi endi deb qo'rqaman-da. Demak, baribir endi har qanaqa o'quvchini ham o'zidan jismoniy holatda kelib chiqqan Chiqib, ehtiyojlari ehtiyoj bo'ladi. bo'lishi kerak-da, ha. O'sha narsalar hisobga olinishini xohlagan Ko'zi bo'lyapsiz. ojizlar maktabini baribir o'zini o'rni bor-da, baribir. Man AQShda o'sha malaka oshirishda bo'lganimda, Massachusets shtatini Andover degan kichkina shaharchasidagi maktabida bo'lganman. U maktabda shu 1,5 oy o'qituvchilar bilan birga ishlab kuzatganman. AQShda ham xuddi shunaqa holat. O'quvchilar jismonan cheklovi qanaqa ko'rinishda bo'lishidan qat'iy nazar jismonan cheklovi bor o'quvchilar sog'lom o'quvchilar bilan bitta maktabga qatnaydi. Faqat farqi ular alohida ko'p ishlaydi. Darsdan keyin olib qolinadigan. Ular uchun inglizchada buni special needs deydi, ya'ni maxsus ehtiyojga ega o'quvchilar deydi. O'sha bo'yicha aynan aytganingizdek kadrlar tayyorlangan. O'qituvchilar o'sha tomondan malakaga ega o'qituvchilar ular bilan ishlaydi. Lekin ular sog'lom o'quvchilar bilan birgalikda bitta maktabda borib o'qiydi. Ammo ularni o'sha o'ziga yarasha bo'lgan ehtiyojlari hisobga olinib, qo'shimcha juda ko'p ishlanadi. Ayniqsa darsdan keyin ko'p ko'rganman, ajratilgan xonada 2 ta o'qituvchi bitta xonada o'tirib o'quvchilar bilan ishlaganini. Unaqa o'quvchilar ko'p bo'lmas edi. 7 ta, 10 ta orasida bo'lardi. Endi mana shu o'rganishingizda mana baribir hamma fanni ham noldan boshlaymiz-da. Hamma tarix fanida mana hozir mutaxassissiz, lekin buni ham qachondir noldan boshlagansiz. O'ziga yarasha qiyinchiligi bo'lgan bu yo'lni bosib o'tishda. Ingliz tilini ham xuddi shunaqa bo'lgan. Qanaqadir o'ziz o'ylab topgan, o'ziz foydalangan metodlar bo'lganmi? Sizni mana shu holatingizda sizga juda ham qo'l kelgan? Bitta yaxshi metodda aytaman. Darsliklarni o'rganish paytida tarix fani bo'ladimi yoki boshqa fanlardan bo'ladimi? Mavzuni avval o'qigan paytimda bir jumlani o'qiyman, uni kitobda yopgandan keyin takrorlayman. Takrorlayman. Agar yaxshi ayta olmasam yana qaytarib o'qiyman. Keyin o'zimga ishonganimdan keyin bo'ldi, demak yaxshi tushunibman degandan keyingi jumlaga o'taman. Mana shu metodni qo'llayman. Aks holda bu metodni qo'llamasam, to'g'risi xotiramda yaxshi qolmasligi mumkin. Chunki tarixda ham yillar ko'p bo'ladi-da, asosan bilsangiz. Yillar, sanalar ko'p bo'ladi. Tarix fani o'zi shundan iborat-da. Masalan, falon yilda falon voqea bo'lgan desa, masalan, Amir Temur 1336-yil 9-aprelda tug'ilgan desa yoki Alisher Navoiyning o'sha eng so'nggi asari Mahbubul Qulub yoki Alisher Navoiy Astrobodda 1487-1488-yillarda hokim bo'lgan desa, o'shani o'zimga o'zim savol beraman. Demak, qachon hokim bo'lgan ekan deyman Astrobodga? 87-88 masalan, 1488. O'sha narsalarni aytib, esimda qoldiraman-da. Keyin o'qituvchilar ham hayron bo'ladi. Qanday yillar esingda qoladi Muhammad deydi. Yillar eslab qolish qiyin deydi. Shaxsiy tajribamdan kelib chiqib aytaman, chunki abituriyentlik paytim 1 yil muddat tarix repetitorlik darslariga qatnaganman. Mazmunini eslab qolardim-u, lekin aytganingizdek yillar ko'pligidan eslab qola olmasdim. Lekin nima voqea bo'lgan, nima qo'ygan mazmunni eslab qolardim, yillarni eslab qola olmasdim. O'sha payti bir ko'rishib qolmagan ekanmiz-da, shu metodda o'rganib olardim. Keyin onamni ham menga bergan yordamini shu paytda aytib o'tishim kerak. Sababi onam o'sha litseyda tayyorlanayotgan paytimda, oliy ta'limga kirish jarayonida tayyorlanayotgan paytimda kechasi uxlamasdan test ishlab yordam berardi-da. Endi baribir kechqurun o'zi ishdan kelgandan keyin baribir yordam berib ana qilishda o'zi bo'lmaydi-da. Rahmat aytaman onamga. Testlarni o'qib berib turardi, masalan, tarixdan bilasiz, bir berishda masalan 30 ta yo 40 ta bermaydi-da testni. Bitta mavzulashtirilgan test endi o'zingiz o'ylab ko'ring, 200 ta, 300 ta test berib yuboradi birdan. Litsey jarayoni shunday. Mana shu testlarni endi shoshmasdan, sabr matonat bilan o'qib berib turardi. Men javob berib turardim, o'sha javobimni belgilab turardi. Ko'zi charchab qolsa ham, shuncha uyqusi kelib turganini ham bilaydim, shu bolam o'qishga kirsin. Hayotga intilsin. Erta yuzimizni yorug' qilsin degan mazmunda
menga shuncha yordamini ayamay kelgan, shu fursatdan foydalanib onamga ham rahmat aytaman. Şimdi dadamni ham shu o'rinda mehnatini e'tirof etishim lozim. Shu bolaligimda Muhammad o'qiydi, nasib bo'lsa ishonchimni oqlaydi deb dadam ham mana shu qishloqdan shaharga ko'chib keldida, men uchun ko'chib keldi uydagilar. Demak, O'sha uydagilarni qo'llab-quvvatlovi juda katta bo'lgan. juda katta bo'lgan, ha. Agar meni o'qishimni qo'llab-quvvatlab, mana shunday qishloqdan shaharga ko'chib kelib, menga hozir yordam berib, hamma sharoitni qilib bermaganda, men bu natijalarga erisha olmagan bo'lardim. Demak, uydagilar ham bu man o'ylaymanki, hozir siz aytayotgan narsalar bu sizni ota-onangizni qanchalik iymonli odam ekanliklari haqida gapiradida. Chunki ko'pchilik masalan ota-onalar nima desak endi, farzandini jismoniy cheklanganligini bilib turib, plankani pastroq olishi mumkin yoki uncha e'tibor bermasligi mumkin, biror narsa qila olarkanmi deb. Lekin sizni hech narsaga qaramasdan shuncha motivatsiya berib, shuncha siz uchun motivatsiya ham emas, chunki motivatsiya deganda biz nimani bilamiz? Xo'p, qilgin o'qi, zo'r, молодец degan. Yo'q, motivatsiya berdilar, mayli. Yana yonma-yon turib, mana shu ilm olishdagi jangingizda deymizmi, yonma-yon turib kurash olib borganlari bu menimcha ularni qanchalik iymonli, qanchalik adolatli ota-ona ekanliklarini ko'rsatadi. Shunday, shunday, ha. Dadam juda ko'p aytardi-da, o'qishga kirganlarni hayotidan misollar keltirib. Qara deydi, shu og'aynimiz, ismlarini aytmasam ham bo'ladimi? Ha, bemalol. Shu og'aynimiz o'qishga kirgan, o'sha o'qishga kirganidan shu yutuqlarga erishib yuribdi, qara katta ishlarda ishlab yuribdi, shunday yaxshi moshinlarda yuribdi deb aytaydi yoki televizorda ko'rgan paytimizda misol qilib keltirardi. Agar sen ham o'qisang, sen ham hayotda o'zingni ustingda ko'proq ishlasang, intilsang, sen ham shu natijalarga erishasan, seni ham televizorlarda ko'rib qolamiz, ko'rsatuvlarga chiqasan. Nasib bo'lsa, katta-katta minbarlarda turib gapirasan sen ham deb, nasib bo'lsa yaxshi ishlarda ishlaysan deb menga motivatsiya berib turganda, mana shu narsalardan ruhlanib, o'qishlarga kirib, o'qishlarga topshirib, mana shu darajaga erishib yuribman va hozir mana qarshilariingizda turibman. Endi bu aytgan narsalarini aksariyati amalga oshdi desak ham bo'ladi. Xudoga shukr. O'qishda PhD gacha hozir o'qiyapsiz masalan. Televideniyada haqiqatdan ham chiqdi ko'rsatuvlar bo'ldi siz haqingizda. Men o'zim ham ochig'i ko'rib xursand bo'ldim. Endi haligi savolimni ozgina xulosa qiladigan bo'lsak, demak, asosan sizga yordam bergan metod bu jumlalarni o'qib turib, uni o'zingizga takrorlab, u jumlalar bo'yicha savollar tuzib, o'zingizdan so'rab, tushunib olganingizdan keyin davom ettirish bo'lgan, to'g'rimi? Davom ettirish bo'lganki, o'sha savollarni oldimdagi sherigimga aytaydim. Men o'qidim mavzuni. Qani savol bering qani dedim. Javob bersam o'zimdan xursand bo'ladim, javob berolmasam, javob berolmagan savollarimni sherigim aytsa eslab qolaydim. Keyin o'sha qaytadan o'qib olaydim. Kamchiligim bor ekan-ku deb. Aha. Demak, bu endi metodikada olganda ingliz tilida drilling deyiladi. Ya'ni takrorlab o'ziga aytib takrorlab. Takrorlash bilimni onasi deydi-yu. Shunday takrorlash orqali o'sha narsaga erishdim-da. Xuddi shunaqa bo'lgan. Demak, Muhammad, siz hozir Navoiy shahridagi 3-maktabda tarix fani o'qituvchisi sifatida faoliyat olib borasiz, to'g'rimi? Shunday. Birinchi ish boshlagan paytingizni eslaysizmi? Qanaqa tajribalarni boshdan kechirgansiz? Birinchi ish boshlagandan oldin men birinchi ishga kelgan vaqtimni aytaman maktabga. Ishga o'sha direktorimiz Dilafruz Sattorova ustoz Argos orqali ish borligini aytib anaga qo'ydi. Argosga qo'ydi. Tarix fani o'qituvchisi kerakligi haqida aytdi. Keyin menga ijtimoiy xodimimiz kelib, shu 3-maktabda tarix fani o'qituvchisi bo'lib ishlaykansiz, shunga rozimisiz dedi. Chunki ish izlab yurdim, uyimni oldidagi maktablardan ish chiqmadi. Umiddagi 3-maktab bilasiz, biroz olisroq, uzoqroq. Shunday bo'lsa ham men rozi bo'ldim. Mayli dedim, ish chiqdi-ku dedim. Agar buni ham rad etadigan bo'lsam, yana ishsiz qolib ketaman dedim. Keyin hamma hujjatlarimni taxladimdan keyin papkaga solib suhbat bo'ladi dedi. Suhbat qanday bo'larkan deb ishonsangiz, 100 dan ziyod qarorlarni yodlashga harakat qildim-da. Direktor baribir bilmayman-ku qanday. Suhbatni qanday o'tkazsa qattiq qo'l bo'ladimi? Qarorlarni so'rab qoladimi? Ishqilib ozgina
sababga ko'ra yiqitmaydimikan suhbatdan, o'tolmadingiz demaymikan deb yodlab bordim. Shu ta'lim to'g'risidagi qonunlarni yodlab bordim. Prezidentimiz tomonidan chiqarilayotgan qonun, qaror, farmon, farmoyishlarni mazmunini yodlab bordim. Oxiri keyin maktabga bordim, direktor meni ko'rdidan keyin faqat qiziqishlarimni so'radi. "Nimaga qiziqasiz? Ustoz, qayerda tugatgansiz? Hozir qayerda o'qiyapsiz?" Hamma hayotimni, faoliyatimni aytib berdim, qayerda o'qiganlarimni. Maktab tugatib, litseyni tugatib, institutni, magistraturani tugatib, doktoranturani o'sha paytida 1-kurs edim hali. O'sha 1-kursda o'qiyotganligimni keyin maqolalarimni ko'rsatdim. Mana maqolalar chiqarganman xalqaro jurnaldan yoki OAK tasvirlagan o'sha jurnaldan, tasdiqlagan jurnallardan maqolam chiqqan ko'rsatdim mana. "Bo'ldi ustoz, sizni ishga olamiz" dedi. Shu suhbat men o'ylaganchalik qattiqqo'llik bilan o'tmadi-da. Keyin xursand bo'ldim. Men boshqacha o'ylovdim-da, to'g'risi. Yuqorida aytganimdek, juda qattiqqo'llik bilan qarorlarni so'raydi deb o'yladim, unday bo'lmadi. "Sizni ishga olaman, jamoa bilan tanishib ko'ring, o'qituvchilar bilan tanishib ko'ring, dars o'tib ko'ring qani" dedi. Keyin kadrga borib men suhbat qattiq bo'ladi deb o'ylovdim, lekin unday bo'lmadi dedim. Keyin dars boshlandi sentyabrdan. Ish faoliyatim boshlandi. O'qituvchilar bilan tanishdim, o'quvchilar qiziqishlari bilan tanishdim. Keyin o'quv boshqacha qararkan baribir. Yangi ustoz birinchidan, ikkinchidan ko'zi ko'rmasa qanday dars o'tayotgan deganday fikr bo'lganini men sezdim. Chunki shu paytgacha ularga sog'lom o'qituvchilar dars o'tib yurgan, ularni biladi baribir. Keyin so'rashni boshladi ustoz. "Ko'zingiz ko'rmaydimi?" Keyin "Ko'zim ko'rmaydi-yu, lekin Xudoga shukr, aqli hushim joyida, sizlarga yaxshi dars o'tib qiziqtirib bera olaman" deganman-da. O'quvchilarga. Unga e'tibor bermanglar, ahamiyat bermanglar men ko'zim ko'rmasligiga deganman. "Sizlar meni darsimni bir eshitib ko'ringlar. Sizlar aniq qiziqasizlar deb umid qilaman" dedim. 1-ikkita mavzulardan darsni o'tdim. Ochiq darslar o'tkazdim va natijada o'quvchilar aytganimdek qiziqa boshladi. Shu imkoniyati cheklangan bo'lsa-da, shuncha yutuqlarga erishib yuribdi. Bizlar ham shunday bo'lishimiz mumkin ekan, sog'lom bo'lib turib, agar harakat qilmasak bizlarga qiyin bo'lar ekan degan fikr o'tdi-da ularni miyasidan. Tarix faniga qiziqishi uyg'ondi ularni. Darsga qiziqishi uyg'ondi. Qiziqqan narsalarni mendan so'rayverdi. Men ham qo'limdan kelgancha ularga javob berdim. Dars o'tishni ham qiziqarli usullardan, metodlardan foydalanib darsni o'tdim. Endi qanday metodlardan? Savol-javob qilish metodidan birinchi o'rinda. Masalan, faqat ma'ruza qilsangiz, savol bermasangiz, zakovat shaklida o'tkazmasangiz, qiziqarli faktlarni aytib bermasangiz, o'quvchi zerikadi. Shunaqa. Mana shunday metodlardan foydalanib o'quvchilarni darsga qiziqtirdim. 7-sinflarni berdi boshida menga. Keyin hozir esa 5-sinflarni bergan. 7-sinflarni ham, 5-sinflarni ham o'quvchilarda hayotga qiziqish bor, intilish bor. Endi baribir guruch kurmaksiz bo'lmaydi degan maqol bor yurtimiz, xalqimizda. O'shan o'quvchilar shovqin qilayotganlari ham bor va darsga quloq solayotganlari ham bor. Shovqin qilayotganlarini ba'zida endi urishib turmasa ham bo'lmaydi-da. Shunaqa. Endi shuni so'ramoqchi edim. Ularga qanaqa Turmasa ham jazo bo'lmaydi. ko'rasiz deb. Bo'sh qo'yib qo'ymasa ham bo'lmaydi. Ikkita ham o'rtacha metodda olib borish kerak deb o'ylayman-da, o'rtacha tempda. Qattiqqo'l bo'lib ketsangiz ham, masalan, o'quvchi sovishi mumkin. Bo'sh qo'yib qo'ysangiz ham o'quvchi boshiga chiqib olishi mumkin. Mana shuning uchun o'rtacha tempda olib boraman. O'zimni o'quvchilik paytlarimni ko'proq gapirib berib, talabalik paytlarimni, keyin o'zim nimaga qiziqishlarimni aytib, ularni ko'proq darsdan ham chalg'itib qo'ymayman va darsda faqat ma'ruzabozlik ham qilmayman-da, o'rtacha. Mana shu haqida ozroq gaplashsak. Chunki men tarix o'qigan davrlarimda tarix fani asosan ma'ruza va savol-javob sifatida o'tgan. Ya'ni biz faktlarni yodlab kelganmiz, yillarni, ismlarni. Lekin ochig'i menga tarix fanini o'qish uncha yoqmaganiga sababim shu bo'lgan. Chunki erkin fikrlov, tahlil qilish degan narsalar juda cheklangan bo'lganda, sizni tarix fanini o'qitishga bo'lgan qarashingiz qanaqa? Tarix faniga bo'lgan qarashim, o'quvchilar o'zi mustaqil fikrlashiga men imkoniyat beraman. Masalan,
o'quvchi to'g'ri gapirami, noto'g'ri gapirami, gapirayotgan paytda gapirib bo'lmayman-da. Bir xil o'qituvchilar birdan savol beradi, to'xtadim. O'sha Mhm. bo'lmay turaman. O'quvchi oxirigacha fikrini aytib olsin mayli. Keyin to'g'rilayman xatosini deb. O'shanda o'quvchi birinchi o'rindan notiqlik faoliyatini o'rganadi-da, qobiliyati Mhm. rivojlanadi o'quvchida. Erta katta-katta minbarlarga chiqadi, katta-katta tashkilotlarda ma'ruza qiladi. O'sha paytda gapira olmasa, baribir kulgi ostiga qoladi. Tushundim. Tayyorlanib kelmabdi-da degan fikr bo'lar keyin unda. O'sha uchun indamay gapirmay o'tiraman va o'quvchi, sinfdoshlar gapirayotgan paytda jim tur deyman. Gapirib bo'lmay turgan, oxirigacha gapirsin deyman. Mhm. Notiqlik faoliyati unda paydo bo'lishini xohlaymanda, mustaqil fikrlashini xohlayman. Masalan, tutilib qoladi-ku bir xillar gapirayotgan paytda. Mhm. O'sha paytda birdan noto'g'ri fikrga boradi-da, "Tayyorlanmovdingizmi?" deydi. "Shuncha vaqt beriluvdi, tayyorlanib kelsangiz bo'lmaymidi?" deb aytadi. Masalan, televideniyelarga intervyu berayotgan payti ham ko'proq bilasizmi, e'tibor bergan bo'lsangiz, nutqiy faoliyati zo'r bo'lganlarni intervyusini oladi, bilasizmi? O'sha payt. Shunday. Masalan, sal tutilib qolsa yo kesib tashlaydi, yoki umuman olmaydi. Hech sizda uni fikrlashcha yo'q ekanda deb olmaydi. O'sha uchun har mustaqil hayotga tayyorlash uchun ham o'zini mustaqil fikrini bayon qilishiga men imkoniyat beraman. Men Keyin oxirida xatosini aytaman. hozir mana nima deydi, ochiqchasiga o'qituvchiga aytadigan gap aytaman. Sizga bo'lgan hurmatim yana ozroq oshdi. Nimaga deganda, o'qituvchi sifatida men qanaqa o'qituvchilarni hurmat qilaman, qanaqa o'qituvchilarni e'zozlayman. Qachonki o'qituvchi bugun darsim o'tib olay, shu 80 minutim yoki 45 minutimni o'tib olay, keyin bir gap bo'lar deb emas, shoshma, bugungi mani 80 minutlik darsim yoki o'sha maktabdagi 45 minutlik darsim kelajakda qaysi joyiga shu o'quvchiga foydasi tegadi, kelajak uchun nima oladi degan narsani o'ylar ekansiz. Ya'ni kelajakda notiq bo'lsin. Men buni hozir gapini xato gapirsa ham o'rtasidan bo'lib qo'ysam, keyin bu fikr aytishga qo'rqib qoladi. Deb o'ylaganingiz o'zi уже o'qituvchi sifatida ham, pedagog sifatida ham shakllanganingizni anchagina ko'rsatadi. Yana bir narsani aytib o'taman. Institutda o'qiyotgan paytimda ikkita o'qituvchidan bu metodni men o'rganganman. Birinchisini ismlarini ham aytib o'taman. Hayitov Umid domla, Aha. ikkinchisi Ravshan Rajabov domla. Shu ikkita domla gapirayotgan paytda fikrni birdan bo'lib qo'ymasdi, fikrlashga imkoniyat berib, oxiri gapirib bo'lgandan keyin xatolarni aytib yo savol berardi o'sha fikrlar bo'yicha. Aha. O'shanda biz bilib olardik, fikrimiz to'g'ri yo noto'g'ri. Demak, Shundan bilib olardik. Shuni o'rganib, hozirgi kunda shu metodni o'quvchilarimga qo'llayapman. mhm. O'ylaymanki, bu ikkita ustoz ham bizani podkastimizni ko'rib turgan bo'ladilar va o'ylayman siz e'tirof etganingiz ulargacha yetib boradi. Hozir mana ikkita sizga o'sha pedagogik mahoratingizga ta'sir o'tkazgan, ijobiy ta'sir ko'rsatgan ikkita ustoz haqida gapirdingiz. Hayotda shunaqa paytlar bo'lganmi, shunaqa kimsalar bo'lganmi, masalan, sizga shubha bilan qaragan, eplay olmasa kerak, qila olmaydi, qo'lidan hech narsa kelmaydi degan. U hammamizda ham bo'ladi. Sizda ham shunaqa vaziyatlar bo'lganmi? Ular ism bilan aytish shart emas. Faqatgina o'sha holatlarni eslab o'tsangiz bo'ladi. Keyin siz shu vaziyatda ham qanday qilib o'zingiz yo'lingizda davom etavergansiz? Nima sizga turtki bergan? Xo'p, magistraturani tugatganimdan keyin doktoranturaga topshirish istagi paydo bo'ldi. O'shanda so'radim magistraturadan ilmiy rahbarimdan. Doktoranturaga topshirmoqchiman domla. O'sha payti doktoranturada ham siz menga yana ilmiy rahbar bo'la olasizmi deganman. Mm. Keyin Muhammad, magistratura osonroq edi doktoranturaga nisbatan. Sen bundan o'tding, mayli. Lekin doktoranturani o'ziga yarasha qiyinchiliklari bor, mashaqqatlari bor. Sog'lar hozir 5-6 yilda ham uni himoya qila olmayapti. Sen qanday himoya qilasan? Sen qiynalasan. Senga doktoranturani tavsiya qilmaymiz dedi. Mm. Keyin xo'p dedim, mayli, ortiqcha gap so'z qilib o'tirmadim, tortishib, bahslashib o'tirmamdan keyin ichimda aytdim. Qarab turing domla, hali men shunaqa natijalarga erishib, doktorlik himoya qilib sizga isbotlab beraman dedim. Men baribir topshiraman doktoranturaga. Keyin hujjatlarimni topshirib, imtihon topshirganimdan keyin baribir o'z bilganingdan qolmabsan-da, Muhammad dedi. Ha, domla dedim. Hayotda o'z oldimga shu doktoranturada o'qiyman deb maqsad qo'ydimmi, shu sari intilaman. Mayli, siz ilmiy rahbar bo'la olmasangiz ham boshqa ilmiy rahbar bo'lishim aniq dedim menga dedim. Sizni ham bilaman, magistraturada menga yordam berib dedim, ko'zlaringiz toliqqan bo'lishi mumkin dissertatsiyada dedim, himoya qilishda dedim. Sizni ham tushunaman dedim. Lekin bu degani doktoranturaga topshirmayman,
o'z oldimdan qo'ygan maqsadimdan voz kechaman, chekinaman degan emas bu dedim. Keyin ilmiy rahbar izlashga kirishdim. Hozir ilmiy rahbar topdim. Shu rahbar umridan baraka topsin. Familiyasini ham aytib o'taman. Tolipov Ro'ziqul Nasimовich domla. Tarix fanlari nomzodi, dotsent tarix kafedrasidan. Mana shu domla menga qo'lidan kelgancha maslahatlarini, tavsiyalarini berib, mana shu kafedra muhokamasidan o'tib olish darajasigacha, seminarga chiqish darajasigacha hamma ishlarda menga yordam berib, yordamini ayamay keldi. Shuning uchun fursatdan foydalanib shu domlaga o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman oila a'zolarim nomidan, o'zim nomidan. Mana shu qo'llab-quvvatlagan domlalar bo'ldi, lekin qarshi bo'lgan domlalar bari ko'proq bo'ldi-da. Har doktorantura ko'zing ko'rmasa, sog'lar himoya qilishga qiynalyapti, sen qanday qilar ekansan degan shubha bo'ldi-da. Hozir aytadi ular ham. Hozir shubhalangan domlalar aytadi, Muhammad, sen haqingda boshqacha tasavvurda edik, malades. Mana shuncha darajaga erishibsan. Bu ham bir katta bir qahramonlik deb aytdi-da. Bu kuni kafedra muhokamasida aytdi. Xuddi shunaqa. Chunki hammani ham qo'lidan kelmaydi. Nima deydi? Siz haqingizda bo'lgan fikrini odamlarni o'zgartirib qo'yish va o'shani tan oldirish. Hammani ham qo'lidan kelmaydi. O'ylayman, bu katta hayotiy yutuq. Demak, hozir ham doktoranturada o'qiysiz, ham maktabda tarix fanidan dars berasiz. Uni ustiga maktab siz turgan joy shaharning bu boshida bo'lsa, maktab shaharning bu boshida-da. Ikkalasini qanaqa qilib mujassamlashtirasiz? Qanday ulgurasiz ularga? Xo'p, doktorantura bilamizki, mustaqil tadqiqotda u. An'anaviy dars bo'lmaydi. Ilmiy rahbar chaqirgan paytda borib, ilmiy rahbarni topshirgan topshiriqlarni bajaramiz. Keyin esa o'zim darsimni o'taveraman maktabga borib. Maktabda darsimni davom ettiraveraman. Juma shanbaga qo'yilgan darsim haftada 2 kunga qo'yilgan. Ungacha bo'lgan vaqt ichida ilmiy rahbarim menga bergan topshiriqlarni bajarsam bemalol bo'ladi-da, ulguraman. Mana shunday tarzda olib boraman ham maktabni, ham doktoranturani. Endi keling Muhammad, mana sizni hayotdagi yutuqlaringiz haqida kengroq gaplashsak. Sizni ham shaxsiy frontda, ham kasbiy frontda eng xursand qiladigan yutuqlaringiz qaysi birlari? Xo'p, birinchi shaxsiy hayotda aytadigan bo'lsam, ota-onam borligidan, oilam borligidan xursand bo'laman birinchi o'rinda. Farzandlarim borligidan. Keyin yana meni xursand qilgan narsa nima bo'lgan aytaymi? Bitta qizim, bitta o'g'il bor dedim-ku. Shular tug'ilgan paytda doktordan so'ragan narsam, ko'zi qanday, ko'zi ko'ryaptimi deb so'raganman. O'shanda Xudoga shukr, ikkalasining ham ko'zi sog'lom degandida. O'shanda juda xursand bo'lganman. Lekin xafa bo'lgan narsam ham bo'lgan. Shuni ham bir aytib o'tib ketay. O'tgan yili onam operatsiya bo'ldi. O'simta aniqlanib, hozir gruppaga chiqdi dedim. Oyog'i bo'yicha ham o'sha payt operatsiyaga kirayotgan paytda juda xafa bo'ldim. Shuncha voyaga yetkazib, 9 oy qornida ko'tarib, katta qilib dunyoga keltirib, shu darajaga erishishimga sababchi bo'lgan onam, ey Xudojon, shuni operatsiyadan yaxshi chiqishi uchun o'zing sababchi bo'lgin. Ukamni baxtiga, meni baxtimga, oila a'zolarim baxtiga, kelinlarni baxtiga, nabiralarni baxtiga, dadamni baxtiga sog'-salomat bo'lsin deb tinimsiz duo qiluvdim-da. O'sha payti yig'lab duo qiluvdim. Operatsiyadan chiqdi deb ukam aytganda xursand bo'ldim. Keyin narkoz hali tarqamadi dedi-da. O'shandan keyin yana bir kun narkozda yotdi. Dadamdan tinimsiz so'rayman, chiqdim narkozdan deb, hali chiqmadi deydi. Ertasi kuni narkozdan ham chiqibdi. Shundan xursand bo'ldim. Va keyin to'yim bo'lgan kun, to'g'risini aytsam, o'sha payt xursand bo'ldim. Hamma ham yigitlar ham shunday. To'yi bo'lgan payt xursand bo'ladi. Keyin farzandli bo'lgan payt xursand bo'laman. Xursandchilik kunlarim shaxsiy hayotimda ham ko'p bo'lgan. Ukam to'yi bo'lgan payt xursand bo'luvdim. Bo'lsa, endi kasbiy hayotga o'tadigan bo'lsak, kasbiy hayot bakalavrga kirganimda ham, magistraturaga, doktoranturaga kirganimda ham juda ham xursand bo'lganman. Chunki o'qishga kira olmaganlarni ko'pchiligi men oldimga kirib, biz shu sog'lom bo'lib turib o'qishga kira olmadik. Siz bir urinishdayoq kirib ketyapsiz, sizga qoyil deb aytgan paytlari bo'ldi-da. Shuni eshitib xursand bo'laman. Chunki o'sha 2017-yil o'qishga kirgan bo'lsangiz, u paytda hozirgidek yengilliklar yo'q edi. 5 ta institut tanlash mumkin degan bitta tanlab, u payti ballar ham juda balandroq bo'lardi.
hozir endi bilamiz, hammamiz ham o'quvchilarda variant ko'proq, ham 5 ta tanlash imkoniyati bor, ham universitetlar ko'proq, xalqarolar juda ko'p ochilgan. Bir amallab xohishi bor o'quvchi o'qish izlab topsa bo'ladi. Bu payti lekin murakkab edi haqiqatdan ham. Yana bir narsa, o'sha o'qishlarga kirgan paytimda, keyin ishga kirgan paytimda meni o'zim juda xursand bo'lgandim. Keyin ota-onam xursand bo'ladi meni yutuqlarimni ko'rib. Farzandlarim, turmush o'rtog'im, hamma oilamdagi barcha insonlar, oila a'zolarim xursand bo'lardi-da. Hmm. Hozir ish faoliyatimni, maktab jamoasini ahilligidan, o'sha rahbariyati menga ko'rsatayotgan yordam sharoitlardan judayam xursandman, minnatdorman. Ularga rahmat aytib qo'yaman fursatdan foydalanib barchasiga. Mhm. Endi bittagina lirik chekinish qilib savol bersam, mana shu kasbingiz yuzasidan. Ha. Bilamizki, har bitta o'qituvchini o'zini dunyoqarashi, o'zini hayotda bir falsafiy yondashuvi, o'zini bir missiyasi bo'ladi-da. Siz o'qituvchi sifatida o'zingizga qo'yilgan missiyani nima deb bilasiz? Missiyani hozir aytaman. O'zimga qo'yilgan missiyani men hali to'liq bajara olmadim deb o'ylayman. Chunki qanaqa missiya qo'yganman? O'quvchilarim nasib bo'lsa o'sha ilm-fan sirlarini imkon qadar yaxshi egallashini xohlayman-da. Endi hamma ham tarixchi bo'lavermaydi. Shunaqa. Tarixga qiziqmaydi. Bir xillar hammani o'zini qiziqishi bor. Matematikaga qiziqayotganlar bor, tabiiy fanlar yo'nalishiga qiziqayotganlar bor. Endi faqat tarixga qiziqsin demayman, lekin o'shani men berayotgan bilimlarimni imkon qadar o'zlashtirsin deyman. Agar men berayotgan bilimlarimni, meni o'gitlarimni, tavsiyalarimni imkon qadar o'zlariga singdirib, yaxshi o'qishga harakat qila olsagina men o'zimni qo'ygan missiyamni bajara oldim deb hisoblayman. Demak, siz ularni yaxshi inson sifatida shakllanishini, o'quvchilik inson. xislatlarini o'zida hosil qilishida ko'maklashishni o'zining missiyangiz deb bilasiz. Ha, shunday. Endi yana o'sha yutuqlaringiz haqida gaplashadigan bo'lsak, mana endi aytdingiz, shaxsiy frontda ham, kasbiy tomonda ham juda ko'p yutuqlarga erishganingizni. Shundayam yana nimalarni reja qilgansizmi? Kelajakda qanaqa orzularni amalini ko'rishni xohlardingiz? Nasib bo'lsa men dars berayotgan o'quvchilarni hammasini deyarli ajratmayman. Unisi o'qishga kirsin, bunisi kirsin demayman. Hammasi, masalan, 30 ta o'quvchi bo'layotgan bo'lsa yoki 50 ta, 60 ta o'quvchiga men dars berayotgan bo'lsam, umumiy qilib, masalan, 5A, 5B bo'lishi mumkin. Hammasini kelajakda ustoz, sizni bergan bilimlaringiz besamar ketmadi, zoya ketmadi mehnatingiz. Mana biz hammamiz o'qishga kirib ketdik. Sizni bergan bilimlaringiz foyda berdi bizaga desa, o'shanda men juda xursand bo'lardim. Keyin ota-onamni hajga olib borib kelishni orzu qilganman. Juda ko'p chiqishlarimda aytaman buni, intervyularimda aytaman buni. Ota-onamni hajlarga, umralarga qayta-qayta olib borib kelishni maqsad qilganman. O'shanda men o'zimni oldimga qo'ygan orzularimga erishaman. Farzandlarim ham nasib bo'lsa elimizga, yurtimizga, vatanimizga foydasi tegadigan bir yaxshi insonlar bo'lsa, men xursand bo'laman. Nasib bo'lsa, keyin onam yaxshi bo'lib ketsa, tuzalib ketsa, sog'ayib ketsa, juda ham xursand bo'lardim. Dadamning ishlarini Xudoyim rivojini bersa, dadam ham nasib bo'lsa baxtimga doim sog'-salomat bo'lsa, o'shanda men xursand bo'laman. Endi mana shunda ham men hozir hayron qolganim, ko'pchilikdan orzuying nima deb so'rasa, ko'pchilik o'ziga so'ragan bo'lardi-da. Doim soppa-sog' bo'lay, pulim ko'p bo'lsin, villalar olay, mashinam unaqa bo'lsin, u yerda o'qiy, bu yerda yashay degan narsalarda. Siz hozir meni qarab turibman, birorta orzungiz o'zingizga yo'naltirilmagan. O'quvchilardan boshladingiz, o'quvchilarimni muvaffaqiyati mana bunaqa bo'lishini xohlayman. Ota-onamda mana bunaqa niyatlarim bor deb inglizchada buni selfless deb tasvirlaydi. Ya'ni bu vocabulary kind of like teaching a couple of words to you guys. Selfish means people who only care about themselves, and selfless are people who do not care about themselves. Ya'ni selfless bu o'zini o'ylamasdan qolganlarni nima deydi, rohatini, qolganlarni ko'ngli to'q bo'lishini birinchi o'ringa qo'yadiganlarni aytadi-da. Shunda ham mana shunaqa hozir xislatingizni namoyon qilib beryapsiz.
Mana oilam tinch bo'lsa, oilamdagilar sog'-salomat bo'lsa, yaqinlarim, ustozlarim, murabbiylarim, meni shogirdlarim, o'quvchilarim hammasi mening baxtimga sog'-salomat bo'lsa, men o'z oldimga o'zimni maqsadlarimga erishib, orzularimga erishaman. Ulardan motivatsiya olib, ruhlanib, o'zim maqsadlarimga erishaman. O'zim maqsadlarimga erishishim uchun, o'zim orzularimga erishishim uchun oilam, yaqinlarim, ustoz murabbiylarim, do'stlarim, meni qo'llab-quvvatlayotgan hammasi sog' bo'lishi kerak. Judayam, judayam ajoyib. Hop. Mana shu hozir berayotgan intervyuimni eshitgan o'quvchini o'ziga mana shu intervyu o'ylaymanki, agar sal bo'lsayam tafakkuri bo'lsa, sal bo'lsayam yaxshi harakat, ming dangasa bo'lgani bilan intilish bo'lgan bo'lsa, bu motivatsiya bo'lar. Mana shu imkoniyati cheklanganligiga qaramasdan shuncha yutuqlarga erishibdimi deb, men ham shu natijalarga erishsam bo'larkan degan fikr bo'ladi u so'zdan. Keyin bilasizmi nima ko'pchilikni dangasa qilib qo'yapti telefonda? Men shunday deb o'ylayman. Telefonni ham ijobiy taraflari ko'p, internetda ham. Masalan, o'zi uchun kerakli ma'lumotlarni olsa bo'ladi, lekin hozir shunaqangi o'yinlar ko'payib ketdi. Masalan, PES deydimi yoki PUBG deydimi? Shunaqa o'yinlar ko'payib ketdimi? Mana shu o'yinlar ularni dangasa qilib qo'yapti-da, qiziqtirmayapti o'qishga. Undan ko'ra borsadan keyin kitobni olsa, kitobdan nimadir olsa, o'sha yaxshi emasmi deyman-da. Men ko'proq internetda eshitmayman emas, eshitaman. Masalan, o'zim uchun fan uchun kerakli narsalarni eshitaman. Masalan, o'sha tarixiy shaxslarni qiziqarli ma'lumotlar, o'sha hayoti haqidagi ma'lumotlar men uchun qiziq. Mana shu narsalarni eshitaman, lekin unchalik PUBG boya aytib o'tgan shunaqa o'yinlarga qiziqmayman, to'g'risini aytsam. Shu motivatsiya shu, ko'proq kitob o'qisin, ko'proq hayotiy o'sha shoirlarni, ijodkorlar hayotini o'rgansin. Keyin mana bu imkoniyati cheklangan, nogironligi bo'lgan insonlarni katta-katta yutuqlarga erishayotganligi haqidagi agar ko'rsatuvlarni ko'proq qo'ysa, o'shalar ko'rsa, menimcha ularga katta motivatsiya bo'lar edi. Endi mani fikrimcha yoshlarni o'yinlarga ko'proq qiziqishi kitoblardan ko'ra bu o'yinlarni kitob ilm olishga nisbatan qanchalik tezroq rag'batlantirishi. Ya'ni o'quvchi o'tirib 1 soat kompyuterda o'yin o'ynashi mumkin, shu vaqtni ichida qancha narsalarni yutib olishi mumkin o'yinni ichida. Ya'ni o'quvchilarda rag'bat olish hissi juda tezroq bo'ladi va vaholanki kitob o'qishga oylab, yillab mehnat kerak, uni rag'batini olaman deganchida, o'shanda ko'pchilik yoshlar farqini anglay olmaganligi uchun ham menimcha o'ylayman o'sha tez-tez rag'batlantiruvchi o'yinlarga qiziqib ketib qoladi. Juda katta matonat kerak bo'ladi. Hattoki sog'lom bolalarga ham o'tirib yo'q, menga hozirgi mana instant reward yoki instant pleasure deydi-ku, ya'ni hozir men o'tirib masalan o'yindan rag'bat olgandan ko'ra, men vaqtimni kitob o'qishga, ilm olishga sarmoya sifatida kiritaman. Mayli menga keyingi yil buni rag'bati bo'lsin. Bugun obed, bugun kechda emas, keyingi yilga olay. Kelajakda kasbimga foyda bersin deb fikrlash uchun juda katta matonat kerak bo'ladi. Keyin yana bitta narsani aytib o'tadigan bo'lsam, yoshligidan, o'z bolaligidan kitobga oshno qilish kerak-da. Ota-onalar ko'pincha sovg'alar olib keladi-yu bolalariga. Masalan, bitta kitob olib berib, erta kitob, bunday badiiy kitob yo birdan qiyin bolani nima desam ekan, miyasini chalg'itib qo'yadigan kitob. Baribir tushunmaydi-ku badiiy kitoblarni, ilmiy kitoblar masalan. Ular hali bola bo'lsa, o'sha uchun qiziqtirish uchun ertak kitoblarni ko'proq olib kelib qiziqtirsa, mana senga shu kitobni olib keldim, bir o'qib ko'r qani desa, masalan, u 4-5 yoshdan bo'lmasligi mumkin, 6-7 yoshdan aniq qiziqadi-da. Dadam kitobcha olib kelib bir o'qib ko'ray deydi-da. Chunki bog'chadan asta-asta o'rgatilgan bo'ladi-yu, maktabdan. O'shanda qiziqib asta-asta kitobga oshno tutuna boshlaganini o'zi ham sezmay qoladi deyman-da. Yoshlikdan kitobga nisbatan mehr, kitobni nima ekanligini tushunchasini shakllantirib borganda, keyinchalik mana bizga o'xshagan ustozlarning mehnatini ham anchagina yengil qiladi. Chunki ba'zi hollarda o'quvchilarga nafaqat bilim, tarbiya berishga to'g'ri kelib qoladigan holatlar bor-da. Bilimga qo'shimchasiga. Agar ham tarbiya, ham bilim berish o'qituvchiga qolib ketadigan bo'lsa, endi bu o'qituvchini vazifasini 3-4 baravariga murakkablashtiradi. Ko'proq vaqt talab qiladi. Unga
biror narsani o'rgatish. O'zim hayotimdan oladigan bo'lsam, masalan, kichkinaligimdan dadam menga har xil kitoblarni olib kelib o'zi o'qib berardi-da, va men braillecha o'qiyman-ku, sog'larcha o'qiy olmayman. O'qib berardidan keyin uni mazmunini ham tushuntirib berishga harakat qilardi. Masalan, ertakni bir o'qib bergandan keyin uni mazmunini tushuntirib beraydi. Shunday mazmunda ekan deb men ham qiziqardim. Keyin o'zim ham aytaydim, kitob o'qiylik deb. Mana shu. Demak, sizni hozirgi yutug'ingizda juda ko'plab ustozlarni, avvalambor ota-onangizni mehnatlari juda ko'p singan ekan. Albatta. Bugun bizani studiyamizda mehmonimiz bo'lganingiz uchun Muhammad sizga kattakon rahmat. Keyingi faoliyatingizda omad tilaymiz. Yana hali mehmonimiz bo'lasiz. Yana katta-katta yutuqlar bilan, bundan ham kattaroq marralar bilan keyingi epizodlarda ham mehmonimiz bo'lasiz deb umid qilib qolamiz. Xo'p, avvalambor mana shu studiyaga taklif qilganlaringiz uchun sizlarga ham kattakon rahmat. Nasib bo'lsa, kelgusi shu ko'rsatuvlar ham qiziqarli, shu epizodlar ko'payishini men ham tilab qolaman. Nasib bo'lsa, bu esa albatta o'sha ko'rsatuvni oshiradi, saviyasini, sifatini oshiradi. Sizga ham vaqt ajratganingiz uchun, ham tilaklaringiz uchun kattakon rahmat. So, dear audience, this wraps up our episode number 4, and today with us in the studio was Muhammad. Rahmat. Stay tuned for more episodes. Bye.